Assalomu alaykum. Jumayyon barchalarimizga muborak bo'lsin. 15-may Leo Garden olma bog'ida yosh goldenlarni quyoshdan himoya vositasi setkalarni tutish ishlari Golden tomonidan boshlandi. 11 gektar penkilikni tugatib, yosh M9 payvandda goldenlarni setkalarni tutish ishlari bo'lyapti. Leo Garden bog'ida setka tutish, setka ochish ishlari bo'lyapti. May 5 gektar golden navlarida setka ochish, setka tutish ishlari bo'lyapti. Leo Garden bog'ida. Golden olmalarimiz mana ko'rinish holati. Bir kunlik ish rejalarimiz Leo Garden olma bog'i.